Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylardaki qarindaşlarım. Hammalarınki muşu vakti ve bunun iki vakti hayırlık olsun. Ben sizlerinki dostumla İstanbul'daki Abdülaziz Beştoğrak. Hazır İstanbul'dan Süleymaniye Camii'nin qaşidiki şirketimiz Süleymaniye Vakfı'daki işxanamdan sizlarga Allah'ın selamını verip atman. Bugün biraz başka işler bilen kurus işleri, ondan keyin mirasxo'rning işi bilen biraz aldıraşıp ketdik qadarli qarindoshlar. Yani şu kitap okuş işi bilen aldıraş, setiş, neşr qilish degandek, tercüme qilish degandek. İstanbul'da yaşayotgan qarindoshlarga deb qo'yilgan bir gapim bor. Ama şu Tuyap deydigan bir ko'rgazma markazi var. Şu metrobusga o'tirib eng oxirgi bekatga borsanglar, Beylikdüzü'de tushib qolsanglar, qarshi tarafda bir munara var, televizor munari. Şunun aslida atrofida ko'rgazma zallari var. Aşağıda her yili şu 10. ayninki 2. haftasi mi, 3. haftasi. Din boshlab 2. haftasi kim? Nima ep berildi? Kitap ko'rgazmasi ep berildi. 25%dan 50%gacha bo'lgan azan bahadagi kitaplarni, yangi kitaplarni setib ola olasizlar. Nihoyatda isil. Adam degan tulab mig' bo'lib ketadi-chu, yerdi-chu. Şuna hem de İstanbul'da qarindoshlar berib şu kitaplarni ko'rib baqsaq, Türkçe bo'lsin mayli. Başka chet elning kitaplarım bor. Arapça kitaplarım bor. Berib ko'rib baqishinglarni umid qilaman qadarli qarindoshlar. Anda bo'lsa Amerikalik yozuvchi kim Stephen Covey yazgan Önümdar kişilerin 7 adeti. The 7 Habits of Highly Effective People degan kitaptan öğrenişimizni davamlaştırmaz canım dostlarım. Ötgende kelip biz 2. babga 7 adet hakkında umumiy bayan degan yerga kelgan toq qadarli qarindoshlar. Ana olsun ben arqaga o'tib ketaman. Dersimizni o'qishimizni davomlashtiramiz. 2. bab 7 adet hakkında umumiy bayan. Adetning turmushimizga ko'rsatgan ta'siri mislisizdir. O her vakit ünsiz halda axloqiy fazilatimizga, muvaffaqiyat, mag'lubiyatimizga ta'sir ko'rsatib, bizning asli mohiyatimizni oshkorlaydi. İnsanning faoliyati to'xtovsiz takrorlanib turdi. Halqish oddiy harakatda emas, balki adettidir. Aristotel, qadimki Gresiyalik faylasuf, yani Yunan faylasufi, edebiyat, san'at nazariyatchisi. Axloq fazilat har xil odatdan tashkil topadi. Xuddi maqol tamsillarda aytilganidek, ideya harakatni, harakat odatni, odat axloq fazilatni, axloq fazilat insonning taqdirini belgilaydi. Adetning turmushimizga ko'rsatgan ta'siri mislisiz bo'lib, o her vaqt unsiz holda axloqiy fazilatimizga, muvaffaqiyat, mag'lubiyatimizga ta'sir ko'rsatib, bizning asli mohiyatimizni oshkorlaydi. Davliq pedagog Xurasmen shundoq degan: Adet xuddi arg'amchiga o'xshaydi. Biz her günü onunla yeni tugunchalarni qo'shamiz. Neticede o nihoyatda tezla yeshkusiz derecede to'qonoqlashib ketadi. Men bu cümlenin oxirgi qismidagi fikrga qo'shilmayman. Meningcha odatni o'zgartirib bo'ladi. Muayyan vaqt tirishchanlikni talab qiladi, albatta. Apollo 11 nomli olam kemisinin ay shari safari bizga insonlarning tunji qatimliq oydagi yurishni ayon qilib berdi va bizni hayronu has qoldirdi. Elbette bunun aldığın şartı alem kimisi.
cezmen yer şarının gayet zor tartış gücüdün qutuluş kerak. Bunun üçün alem kemisinin alem boşluğuna koyup berilip, boşluğu örleş devamındaki dastlabki neç kilometrlik musafani besish üçün keyinki neç günlük, hatta neçe 100.000 kilometrlik musafani besishga ketadigan energiyani sarf qilishga to'g'ri keladi. Odatni o'xshashlar g'oyat zo'r tartish kuchiga ega. Ammo nurg'un kishilar buni his qila olmaydi va yoki e'tirof qilishni xohlamaydi. Masalalarni bartaraf qilish davomidagi izlangulik, aldirang'ulik, shaxsiyatchilik, tirnoq ostidan kir izlash kabi vujudimizga yiltiz tartib ketgan odatlarni tal-to'kis tugutish uchun ozgina g'ayrat, shijoat, tirishchanlik ko'rsatib qo'yish yetmaydi albatta. Uçuş üçün zo'r tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Tartish kuchining qarshiligidan qutulgandalar payansiz ko'kda erkin parvoz qilg'ili bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash yuqori unumli turmush barpo qilishga belgilik uyush kuchi va tartib kerak. Odatga aniqlama. Kitabimizdagi odat so'ziga bilim, mahorat, istakning birikme neticesi deb aniqlama berish mumkin. Kitabimizdagi odat so'ziga bilim, mahorat, istakning birikme neticesi deb aniqlama berish mumkin. Bilim nazariyaviy kategoriya bo'lib, o bizga nima qilish va nima uchun qilish kerakligini ko'rsatib beradi. Mahorat bo'lsa qandoq qilishni o'rgatadi. Istak ma'lum ishni qilishni o'ylashga turtki bo'ladi. Har qanday bir odatni yetildirishda bu uchunning biri kam bo'lsa bo'lmaydi. 12 resimga qarang debdi qadrli qarindoshlar. Qaraydigan bo'lsak, ustida bilim, ostida istak bilan mahorat, bunun kesishgan nuqtasi odat bo'ladi, jinim do'stlar. Mubadi xizmatdashim jo'ram yoki bolalarim bilan bo'lgan munosabatim yiriklashib qolsa, bu mening hadislar o'z gapimni yo'rg'alatib, qarshi tarafga e'tibor bermaganligimning natijasi. Bu ahvolda kishilik aloqaning to'g'ri prinsiplariga murojaat qilmasam, boshqalarga zehn qo'yishning ahamiyatini asla his qilib yetanmasligim mumkin. Gayda zehn qo'yishning zarurligini his qilib yetadigan taqdirdami, boshqalarning so'ziga qanday zan silishni, anglashni, bu jihatdagi mahoratni qanday o'stirishni tuzuk anqirolmay qilishimiz mumkin. Vaholanki zehn qo'yishning zarurligini his qilish, qanday berilib anglashni bilishla kifoya qilmaydi. Bizda yana zehn qo'yish xohishi bo'lish kerak. Shundala odat yetildirishdan eg'iz ochqili bo'ladi. Odat yetildirishda yuqoriki uchli tarafdan kuchashga to'g'ri keladi. Fazilat va qarashning o'zgarishi burmusimon o'rlash jarayoni bo'lib, fazilat nuqtai nazarni o'zgartirdi. Ko'z qarashma o'z navbatida fazilatga ta'sir ko'rsatdi. Bu ikisi bir-biriga aylanish jarayonida tadrijiy yo'sinda pishib yetiladi. Biz bilim, mahorat, xohish qatorliq taraflarga kuchash orqali tafakkur andizimizni tushab qo'yayotgan saxta qal'alarni pachaqlab tashlab, shaxs va kishilik munosabatning unumini yanamo bir baldoq yuqori ko'taralaymiz. Odatni o'zgartirish mushkul jarayon bo'lsa-mu, biroq kishini iztirobga soladigan ish emas. Ömürlük baxt va muvaffaqiyatni qo'lga keltirish uchun ko'z oldidagi rahat, farog'at va manfaatlardan vaqtincha voz kechishga tamoman arziydi. Bir mahal tirishchanlik ko'rsatish va qurbonlik berish bedeliga qo'lga keltirilgan natijalar tahqiqki texmo qadrlikdir.
Yetiliş sxemasi. Önümdar kişilerinin yetti adeti hergiz parçpurat çeçilangı psixik zakun emas. Bu adetler insanın yetiliş mantiqisiga uygun bulup, bizni şəxsinin teraqqiyatı ve kişilik münasibetinin önümünü qo'lga keltirishdagi zürür usullar bilan ta'min etidi. Bu yetti adet yana bizning boshqalarga tayinish, mustaqillik, o'zaro tayinishdan iborat yetilish sxemasi asosida to'xtovsiz taraqqiy qilishimizga turtki bo'ladi. O'smirlik davrimizda asosan boshqalarga tayinimiz. Yani her vakit başkalarının yetekleşi, terbiyeleşi ve qandışıga muhtaç bulunuz. Mubada tayançtan mehrum kalsak, hayatınız neçe saat yoki bir neçe kundula hatimlanishi mumkin. Vaqtning o'tishiga ergishib, jismoniyat, aql, hissiyat, e'tiqod qatorliq jihatlarda tadrijiy qilibleşib boramiz. Keyincha hacitimizden tel tüküs çıkarlaydıgan, özümüzni kontrol kılalaydıgan, öz küçümüzge tayinip, iş kürelaydıgan bulumuz. Ösüş ve pişpitiliş devamında biz tabiat dünyasındaki özara tayiniş münasibetini tedrici düşünüp yitimiz. Ekologiyanın tabiat dünyasıgın emas, insaniyet cemiyetiga zor ta'sir ko'rsatganligini bayqaymiz. Odamiylikning yuqori qatlamining kishilik munosabat asosida gavdalanganligini, kishilik munosabatning o'zaro tayinish ustiga qurilganligini his qilib yetimiz. Odamlar ana ustiga o'mtilgan vaqtidan tortib quramiga yetguncha odamlar ana üstüge ömtülgen vaktidan tatip, Kur'an'a yetkiçe türlü kaide kanuniyetlerine boysunudu. Yeni kilip, yetilişini her taraftan ölçeşke doğru kiludu. Fizyolojik yetiliş, akli iktidarı ve hissiyatını pişip yetilgenlikinden direkt vermeydi. Okşaşla, fizyolojik kemtiklik mu, akli iktidar ve hissiyat cihetki acizlikning ifodasi emas. Yetilish sxemasi bizga insonlarning o'sib yetilish jarayonidagi tayinish davri, mustaqillik davri, o'zaro tayinish davridan iborat 3 bosqichni ko'rsatib beradi. Tayinish davri sizni yadro qilgan, siz menga ko'ngil biladigan va barliq ishlarimga mas'ul bo'ladigan davrdir. Mustaqillik davri menni merkez qiladigan davr bo'lib, bu mezgilda men ma'lum ishlarni qilish, mas'ul bo'lish, o'ziga tayinish, tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zaro tayinish davri bizni yadro qiladigan davr bo'lib, bu vaqtda biz ishlarni birlikda qila oladigan, o'zaro hamkorlasha oladigan, aql, farosat va iqtidorimizga tayinib birlikte kelgüsümüzni yaratalaydigan holatga yetimiz. Tayinish davrida turayotgan odam arzu istaklarini birovlarga tayinib ishga oshirdi. Mustaqillik davrida turayotgan odam o'z kuchiga tayinib eglik tiklaydi. O'zaro tayinish davrida turayotgan odam ko'pchilikning kuch-quvvati va aql farosatining turtkisida katta natijalarni qo'lga keltira oladi. Fizyologiya jihatda kamtik odam, palach yoki meylarning boshqalarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Fizyologik jihatda kamtik odam, meyib yoki palach odamlar boshqalarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Hissiyat jihatda kamtik odamlar xotirjamlik va qimmat qarashga boshqalarning ko'z qarashlari asosida erishadi. Şu sebepten bunda kişiler bir mahal bu xil imkoniyatdan ayrılıp qalsa, nahayet tushkunlashib ketadi. Aqliy jihatda kamtik odamlar turmushdagi cho'ng kichik masalalarni hal qilishda boshqalarning tafakkuri va hal qilish usuliga tayinadi. Bularning aksicha,
fiziologik cəhətdə bicirim adamlar özüge xas ideya, təsəvvür, təfəkkür, icadilik, təhlil qilish, təşkilləş yoki ifadələş iqtidarıga ega bo'la oladi. Hissiyat cəhətdə bicirim adamlarning o'ziga bo'lgan ishonchisi urg'ib turdi. O'zini kontrol qila oladi. O'z qimmatiga mustaqil holda baho bera oladi. Ko'rinib turibdiki, mustaqillik tayinishga selishtirganda xilli pishib yetilganlikning ifodasi bo'lib, uni kishilik hayotga zo'r muvaffaqiyat deb aytish mumkin. Biroq herkes kishilik hayotdagi eng buyuk muvaffaqiyat emas. Shundoq bo'lishiga qaramay, bugungi jamiyatimiz shaxsning mustaqilligini nihoyat cho'ng biladi. Hatto nurg'un shaxs va tashkilotlarmi ochiq oshkora holda buni o'zlariga qiblanoma qilib oladi. Bir qism xili nupuzli gezish jurnallarmi xuddi kishilar aro aloqa va kollektivizmlik ruh asla muhim emasdek, atay mustaqillikni davran silishidi. Emniyetli bular ko'pincha boshqalarning kontrolligiga, boshqurishiga, foydalanishiga tushib ketishdan saqlanish maqsadida tayinish hukumini qasdan tushirib tashviq qiladi. Qarindoshlar, soat 10 bo'lib ketibdi. O'zaro tayinish hukumiga kelsak, kishilar hadislar uni boshqalarga tayinish hukmi bilan aralashtirib etadi. Shu sababdan biz hamisha shaxsiy g'araz tufayli xotin bolalarini tashlab etgan turuqliq, yana tega buni mustaqillik, erkinlik hukmi bilan pardozlab, ijtimoiy mas'uliyatdan o'zini qochiradigan kishilarni uchratib turimiz. Hadislar bunun turuqdan qutulish, hurlikni qo'g'lishish, o'zlikda chin turish, o'z ishini o'zi qilishni ko'k ko'tarib jar soladigan kishilar boshqalar ko'nglimga azor berdi deb va yoki aralish doiraning sirtidagi odamlar va munosabatsiz ishlar bosh og'rig'i tepib beradi deb qarag'achqa bilib bilmay o'zidagi tayinish psixikasini oshkorlab qo'ydi. Bu bir xil ichki ro'y holat bo'lg'achqa bu xoldagi kishilarning tayinish psixikasidan qo'l uzishi bak qiyindir. Darvaqa biz turayotgan muhit haqiqatdanmi o'zgarishga muhtoj. Biroq tayinish masalasi shaxsning yetilish darajasiga bog'liq bo'lib, uning muhit bilan qilchilik munosabati yo'q. Balkim yaxshi muhit ichida turayotganlar ishidanmi manqipala chiqib qolishi mumkin. Haqiqiy ma'nodagi mustaqillik bizni ish harakatda tashabbuskor qilish bilan birga muhit va boshqalarga tayanilish psixikasidan qutuldiradi. Shu sababli uni erkinlikka erishishning nishoni qilishga bo'lsa-mu, yuqori unumli turmushning adoqi maqsadi qilib olishga bo'lmaydi. Mustaqillikqa ahamiyat berish o'zaro tayinish asosidagi turmush mantiqasiga mos kelmaydi. Mustaqillikqa esil bilib, o'zaro tayinishga sal qaraydigan kishilar balkim yakki tipdagi ishlab chiqarish namunachisi bo'la olishi mumkin qo'shtirnoq ichida. Biroq ular asla munavvar boshqaruvchi yoki eng yaxshi hamkorlashuvchi bo'la olmaydi. Ularning ko'nglidagidek oila, nikoh yoki kollektiv turmushga erishishmi taski to'xtaydi. Kishilik hayot aslida yuksak darajadagi o'zaro tayinish ustiga qurilgan bo'lg'achqa, yakkining mustaqil holda zo'r natijalarni qo'lga keltira olishi asla mumkin emas. Odat sxemasini ko'rsatibdi qadrli qarindoshlar, mana yerda odat sxemasini o'zaro tayinish markazi degandek o'zaro tayinish mezgili, mustaqillik mezgili, tayinishchan mezgil deb uni ichida 7 odatniki sxemasi bor ekan. Aktiv tashabbuskor bo'l debdi birinchisi, ikkinchisi nishonliq ish boshla, yakka doiralik muvaffaqiyat, muhim ishni boshda qil, undan keyin
teng neplem. 5-incisi düşen andın düşünüşünü iste, düşünülüşünü iste, kollektiv dairesinde muvaffaqiyet, yaxşı hemkarlaş. 6-incisi özüre tayiniş de bu mezgillerini üçkü bilepto kadarlı kerimdaşlar. Ünümge iniklama. Kitabımızda bayan kılınan bu 7 adetinin hemmesi yuqur ünüm yaratalaydı. Bu adetler prensip üstü kurulganlığı, uzakçı ehmiyetini yo'qotmaydiganlığı, ahlaki faziletini asas kılganlığı sebeplik. Meselelerini ünümlük hal kılışımızda, fursatga erişişimizde, şuningdek to'xtovsiz ügünüş ve başka prensiplarga tayinish asosida burmusimon taraqqiy qilib boradigan o'sib yetilish jarayonini ishga oshirishimizda hal qilg'uch rol o'ynaydi. Bulardan boshqa bu 7 odat tabiiy qonuniyatlarga uyg'un keladigan tafakkur andizisining asosidir. Bu yerda tilga ilingan tabiiy qonuniyat unum, iqtidor, tengponglik prinsipini ko'rsatadi. Unum, iqtidor, tengponglik prinsipi. İzop meseleleri işideki altın tuxum tug'digan g'az haqidagi tuvandagi qisqa hikoya bizga tabiiy qonuniyatlarga xiloflik qilishning oqibatini obrazli holda echib berdi. Bir dehqon tuyuqsiz altın tuxum tug'digan bir g'azni bayqab qopti. Uzun o'tmay u nihoyatda beyib ketibdi. Biroq bu boyliqlar uni borgan siri ochko'z va toqatsiz qilib etibdi. U hatto kunligi bir tal altın tuxumga qanoat qilmaydigan darajaga beribdi. Şunun bilen o g'azning qornini yerib, barliq tuxumlarni biroqli elib olish g'arizida g'azni bo'g'izlabdi. Qarag'udak bo'lsa g'azning qurishiqida bir talma altın tuxum yo'q turg'udak. Shunda qilib g'az o'lib ketibdi. Haliqi ochko'z dehqon shuningdan e'tiboran altın tuxumdan mahrum qoldi. Bu mesele bizge bir tabii kanuniyetini, yani ünümün asas iniqlamasını eğitip berdi. Nurgun adamlar ünümge altın tuxum endizisi bu işi muamele kılışıdı. Ular hasılat qancha köp bolsa ünümü şuncha yuqori boludu deb qaraydı. Vaholanki haqiqiy ma'nodagi ünüm tuvandagi ikki omilni o'zida mujassamlash kerak. Biri hasılat, yani tuxum. Yana biri ishlab chiqarish iqtidori, ya'ni altın tuxum tug'adigan g'az. Turmushda yuqoriqi dehqonga o'xshash tuxumni g'azdan cho'ng ko'radigan kishilar hamon bir kuni altın tuxumning manbasi bo'lmish g'azdan mahrum qoladi. G'azni tuxumdan cho'ng ko'radigan kishilar o'zinimi, g'aznimi ochliqdan o'ltirdi. Shunlashqa aytamizki, unum hasilat ve iktidar arasındaki muvozanat asosida meydana keladi. Kitabımızda P harfi hasilat, yani tuxumga, PC bo'lsa iktidar, yani tuxum ishlab chiqariladigan manba yoki iqtidorga vakillik qiladi. 3 xil boylik. Qadrli qarindoshlar, birlikda o'rganayotganimiz Stephen Covey'ninki Amerikalik yazgıcı üdümdar kişilerinin 7 adeti nait köp setilgan neçe milyon parça setilgan kitap bu. Köp tilları tercüme kılıngan Türkçesinin baken tepip kürbalasılar kadarlı kırındaşlar. 3 xil baylık. İnsaniyet igi bolgan baylıklar umumen maddi baylık, iktisadi baylık ve adem gücü baylıqdan ibaret 3 çoğun türgü bölünüdü. Tüvende biz bularını birbirlep tahlil qilamiz. Dünyadaki baylık ne çıkılken kadarlı kırındaşlar, insaniyet igi bolgan baylıklar umumen maddi baylık, iktisadi baylık ve adem gücü baylıqdan ibaret 3 çoğun türgü bölünüdü. Tüvende biz bularını birbirlep tahlil qilib ötümüz. Bir neçe yıl ilgiri ben motorluk çöp uruş maşinesi, yani bu maddi baylıkdan birini setip algan idim. Maşineni işletişini bilip asraşqa sel qaraptım hem. Derslепki 2 pesilde o cinimga bir obdallı esqat.
Biroq 3-chi faslga kelganda mashinada kashini ko'rishga boshladi. Shuning bilan uni remont qilishga tutindim. Remont qilish davomida bu çöp urush mashinasining at kuchining yarimidan ko'pragining allaqachon xo'rab tugaganligini, temir tasakdan hech farqi qolmaganligini bayqadim. Kechiringlar. Mubadi men dast sifatida ishlab chiqarish iqtidorini çöp urush mashinasini qo'g'dash jihati belgili kuch sarf qilgan bo'lsam, balkim hozirmi mashinaning hosilotidan foydalangan bo'lar edim. Chimlarim vaqtida qirqilib, ko'rkam turgan bo'lar edi. Afsuski, yuqorqi savollikim tufaylidan texnologik vaqt va pul chiqilib, yangi mashina sotib olishga to'g'ri keldi. Bu o'lim prinsipining ro'yiga zid qilmish albatta. Ko'z oldidagi manfaatni o'ylash qimmatli moddiy boyliqlarni xarob qilib etadi. Hasilat va iqtidor orasidagi muvozanatni saqlay olganimizda moddiy boyliqlardan texmo unumli foydalana olamiz. İqtisodiy boyliqdan unumli foydalanishmi shunga o'xshab ketadi. Aramızda dasmoyi bilan o'simni farqlantirmaydigan va yoki turmush saviyasini yaxshilash maqsadida texmo ko'p hasilatga erishish uchun dasmoyini yo'tkab ishlatganlarmi xili ko'p bor. Dasmoyi bilan o'sim xuddi ishlab chiqarish iqtidori bilan hasilatga o'xshaydi. Dasmoyi azaysa yoki kamaysa o'sim nisbatimi tuvallaydi. Oxir pul mol ko'pikka aylanib, turmushning aqalli hojatlaridanmi chiqolmaydigan holga qoladigan gap. Bu kitap Çetellik'nin yazgan kitabı bo'lg'achqa qadrli qarindoshlar, bu o'sim to'g'riliq shunday qaraydi ekan, ammo Qur'oniy ko'z qarashda bunday emas. Bizning eng qimmatli iqtisodiy boyligimiz pul tepish iqtidorimizdir. Mubodo to'xtovsiz mablag' silish orqali ishlab chiqarish iqtidorimizni o'stirib turmasak, uzunga bormayla putqulimiz qamalib, ish o'rnimizni saqlab qilishimizmi taski to'xtaydi. Kunlarimiz aldirash tinchlik ichida qoladi. Ha desalar xo'jayin oldidagi obrazimizning yaxshi bo'lmay qolishidan vahima yeymiz. Iqtisodiy jihatdan cheklamaga uchrab qolmay, yana ish o'rnimizmi kafolatga ega bo'la olmaydi. Bularni o'xshashlar unum prinsipining ro'yiga uygun kelmaydi. Odam kuchi boyligiga nisbatan aytganda, hasilat va iqtidor orasidagi muvozanat texmo muhim. Bu xil muhimlik insonlarning moddiy boylik va iqtisodiy boylikni kontrol qiladiganligi tarafidan belgilangan. Mabodo er-xotinlar faqat nafga erishish, huquqdan bahramand bo'lishni ko'zlab, huquq va manfaatning manbasi bo'lgan hissiyat balbig'ini qo'g'dashga sal qarasa, turmushda kuyinish, qizg'inlik deganlardan asar qolmaydi. Bilish kerakki, kichikgina kuyinish va g'amxo'rlikmi er-xotinlarning bir-biriga bo'lgan hissiyatini saqlab qola oladi. Er-xotin hadislar har xil choralardan foydalanib, jo'risini o'ziga qaratishni, hojatini ravon qilishni o'ylasa, yoki allaqandaqdir dalil isbotlarni dastak qilib, jo'risining xatoligini isbotlashga urinsa, u holda muhabbat, qizg'inlik, muloyimlik deganlar suslab ketadi. Da oxirida murdidan farqsiz ojiz tandan boshqa narsa qolmaydi. Endi ota bolalik munosabat haqida to'xtalib o'taylik. Bolalarning kichik chog'dagi tayinish psixikasi nihoyat kuchli ham nozik bo'ladi. Bu mezgilda ko'pincha ota-onalar bolalarini tarbiyalash, ular bilan fikr almashtirish, so'zlarini diqqat bilan anglashga o'xshash iqtidor tarbiyasiga sal qarab, nuqul holda o'zining ota-onalik imtiyozidan foydalanib, bolalardan kutgan orzu-armonlarini amalga oshirmoqchi bo'ladi. Ko'pincha ota-ona bolalarining qobil ham aqlli bo'lishini, qilgan ishining har qachon to'g'ri bo'lishini o'ylaydi. Shu sababdan
Gayet balalarga nima qilish kerakligini bevosita eskartadi. Hatto zurur tepilsa, hatto varqirash, qo'rqitish, tahdid silish qatorliq vositalarni qo'llanib, o'z irodasini ishga oshirdi. Yana bir qism ota-onalar balalarini ro'yiga beqib, ularning izzat hurmatiga, yaxshi bahosiga noil bo'lganda qismi, biroq bu balalar o'zini tizginlash iqtidori, mas'uliyat tuyg'usi, shuningdek ishlarga qo'yadigan o'lcham shakllantirilmaydi. Mayli nupuzga tayinli shakldagi tarbiyalash usuli bo'lsin va yoki o'z mayliga qo'yib etish shaklidagi tarbiyalash usuli bo'lsin, o'xshashla qarg'ulachi o'lim qo'g'lashdan kelib chiqqan. Bu xil psixikadagi ota-onalar bolalarni o'z plani bo'yicha ish qilishga qistaydi yoki bo'lmasa bolalarining ko'nglini utishni istaydi. Biroq bolalarda keyingi hayotida duch keladigan zo'r tanlash va muhim nishonlarni ishga oshirishda zarur bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi, o'zini kontrol qilish iqtidori va o'ziga bo'lgan ishonchini yetildirishga sal qaraydi. Bundaq ota-bolalik munosabatni qanday sharhlash mumkin? Bolalar 10 yoshga kirganda ularning so'zlariga astoydil quloq soladiganligingizni, chin dilingizdan ularni hurmatlaydiganligingizni, kuyunadiganligingizni, ishonadiganligingizni his qilib yetalamsiz. Munosabatinglar ularga yaqinlashishingizga, aloqa qilishingizga imkon beradi. Mubodo uyingizning pokiz turishini o'ylab, qizingizga uylarni redlatkizsangiz, u holda pokizlik hosilat, ya'ni oltin tuxum. Qizingiz ishlab chiqarish manbasi, ya'ni oltin tuxum tug'adigan g'oz bo'ladi. Hosilat va iqtidor orasidagi muvozanat ishga oshgan ahvol ostida boshqalar suylamasimi, qizingiz o'zi xohlab uylarni redlaydi. Qizingiz bu vaqtda bir xil qimmatli boyliqqa, ya'ni oltin tuxum tug'adigan g'oz, ya'ni boyliq manbasiga aylanadi. Mubodo siz uyning pokiz, redlik bo'lishini iborat hosilatga e'tibor berib, hadisini chalvoqash, qo'rqitish, vaqirash orqali unumga erishaman deydigansiz, u holda g'ozning qizingizning qiliqi va baxtini vayron qilasiz, xolos. Emdiki mazmun qadrli qarindoshlar, kollektivning ishlab chiqarish iqtidori. Stephen Covey'ninki Önümdar kişilerinin 7 adeti degan kitobni birlikda o'rganyapmiz, jinim do'stlar. Kollektivning ishlab chiqarish iqtidori. Ilmiy to'g'ri prinsiplarning qimmatli yeri onun unumchanlik va qo'llanishchanligidir. Kitobimizda qayd qilingan prinsiplar shaxsga emas, oilani o'z ichiga olgan kollektivlarga o'xshashli mos keladi. Mubodo ma'lum kollektiv a'zolari moddiy boyliklardan foydalangan vaqtda hosilat iqtidor muvozanat prinsipiga amal qilmasa, butun kollektivning ish unumi tuvallab ketadi. Oxirida xuddi haliqi masalada bayon qilinganidek g'ozning o'lib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, jo'sh urib rivojlanayotgan bir shirkatdagi ma'lum bir uskunani boshqarishga mas'ul xodim boshliqqa yaxshiroq bo'lish istikida mazkur uskunani tuzuk asirmay, kecha kunduz to'xtamay mashg'ulot elib borsa, balkim zavodning mashg'ulot miqdori zo'r darajada eshishi, tannarx tuvanlishi, payda ko'payishi mumkin. Yana dahi boshqaruvchining darajasi o'sib, xilajaq nafga erishishi mumkin. Biroq uzoq o'tmay kunlarda mazkur boshqaruvchining vazifasini topshirib oladigan kishining erishadiganini asrimasa, remont qilmasa, asla bo'lmaydigan kardan chiqqan uskuna, kesalman g'oz bo'ladi.
uskunadagi çatak sebeplik mahsulotga silingan desmoya shiddat bilan o'rilishi, payli zo'r nisbatda kemishi mumkin. Bu ziyonlar uskunani buzib qo'ygan hiliqi kishining zimmasiga emas, balki keyingi kishining hisobotiga putiladi. Chunki buxgalterning hisobot daftaridan tepildigini mahsulot miqdori, desmoya, payda degandek narsalardir. Hasilat iqtidor prinsipi kollektivning odam boyligi, xaridor va xizmatchilardan foydalanishida texmo muhim ahamiyatga ega. Sadab qulunisi sho'rpisi chiqarishni asos qiladigan bir restoran har kuni tushlik g'izo vaqtida xaridor bilan to'shib ketadi ekan. Keyin bu restoranning xo'jayini almashibdi. Faqat foydani ko'zlaydigan yangi xo'jayin sho'rpaga suv qo'shishga boshlabdi. Dastlabki sho'rpaning ta'mida sal-pal o'zgarish bo'lgan bo'lsa-mu, lekin restoranning sodasi avvalgidek yaxshi bo'laveribdi. Xaridor ozlab ketmabdi. Biroq vaqt o'tgan sari xaridor asta-asta to'zishga boshlabdi. Xaridorlarning ishonchidan ayrilib qolgan restoran oxirida taqilish girdobiga berib qoldi. Bu vaqtda xo'jayin barcha amallarni ishga solib, ilgariki qaynoq sodasini asliga keltirishga urinib ko'rgan bo'lsa-mu, hech qanday foydasi bo'lmabdi. Ba'zi shirkatlar xaridor hammadan a'lo deganni eg'izdan tushirmaydi. Lekin xaridor uchun a'lo mulozimat qiladigan xizmatchi tarbiyalashga sal qaraydi. Hasilat iqtidor muvozanat prinsipi bizga xizmatchi xodimlaringning xaridorlarga qanday muomala qilishni o'ylasang, o'zingni ularga shunday muomala qil deganni eskartidi. Biz xizmatchi xodimlarning emgakchan burjub qulini setib olishga qodir bo'laligimiz bilan sadoqat va qizg'inligining manbasi bo'lgan qalbini setib olishga qurbimiz yetmaydi. Jismini setib olishga qodir bo'laligimiz bilan ijod va aql farosatning manbasi bo'lgan mingisini setib olishga qodir emasmiz. Bir qatimliq kollektiv faoliyatda bireylar memnun. Xizmatning huddisidan chiqolmaydigan izlangu xizmatchilarga qarata qanday tadbir qo'llanish kerak deb so'rab qoldi. Bunga qarata bir muhtaram do'stim ularni obdan sagitib qo'yg'uluq dedi. Yana bir qancha ilama uningga do'st tortishib, xizmatni yaxshi ishlamasa ishdan bo'shatquloq deyishdi. Arqadanlar yana bireylar so'radi. Kelib chiqqan yomon oqibatga kim mas'ul bo'ladi? Kim mas'ul? Buningdan hech qanday yomon oqibat kelib chiqmaydi. Undaqda siz nimishqa mal setib olmaydigan xaridorlarni qo'g'lab etmaysiz? Ularni nimishqa qo'g'lab etgudakman? Undaqda xizmatchi xodimlarga mushundaq muomala qilsangiz bo'ladi ekan-da. Ularni men yollab ishlatgan, shunga aslida mundaqkanda so'rab baqay. Xizmatchi xodimlarimiz sizga sodiqmi? Ular tirishib ishlashni xohlamdi. Ularning ishidan boshqa o'rinlarga yo'tkilishga taraddud qilayotganlar qanchalik? Nimalarni deb yuriydigansiz? Men hozir qarg'i kelgudek yordamchimni topolmayapman. Xizmatchilar hadisli ruxsat so'raydi. Kasb olmishqa, sirtdan qo'shimcha ishlash ko'yida yurayotganlar samandek. Ularning nazarida shirkat aslan mavjud emas. Yuqorqi o'xshash faqat hosilotni ta'kidlaydigan tafakkur andisi xizmatchi xodimlarning qizg'inligini urg'utish, yoshun iqtidorini etishga asqatmaydi. Qisqa muddatda ko'p foydaga erishish yaxshi ish, biroq uni qiblinama qilib olishga bo'lmaydi. Unum tamponliqda qarg'ulash unum qo'g'lishish tanning qardan chiqishini, mashina uskunaning bemahal ufurishini, banka amonatining xo'rishini yoki kishilik munosabatning buzilishini keltirib chiqaradi. Aksicha ishlab chiqarish iqtidorini ziyoda asrash, xuddi kuniga 3-4 soat uzoqqa yugurish orqali bir necha 10 yil uzun umr ko'radigan, lekin oltindek
qimmatli vaqtini yugurish davomida behuda xuritib etadigan odamlarning misoliga va yoki kitob o'qishni bilib emgak qilishni xohlamaydigan, boshqalarning emgak mevasidan berilishni o'ylaydigan, reallikqa yuzlanishni xohlamaydigan kishilarning misoliga o'xshaydi. Tuxum, ya'ni hasilat va g'az, ya'ni ishlab chiqarish iqtidorining sog'lomligi, bexatarligi orasidagi muvozanat ishga oshgandilar, ondan haqiqiy unumni qo'lga keltirish mumkin. Balkim siz bularni ishga oshirish davomida ikki xil qiyin tanlashga duch kelishingiz mumkin. Biroq samingizda bo'lsinki, o'lim prinsipining hayoti kuchi dal tangpunlikda. Haqiqiy ma'nodagi o'lim qisqa muddatlik foyda va uzun mezgillik nishon orasidagi muvozanat, ko'rsatkich son va tirishchilik orasidagi muvozanat, illiq oila va illiq ota-bolalik munosabat orasidagi muvozanat asosida o'z ifodasini topadi. Haqiqiy ma'nodagi o'lim qisqa muddatlik foyda va uzun mezgillik nishon orasidagi muvozanat, ko'rsatkich son va tirishchilik orasidagi muvozanat, illiq oila va inoq ota-bolalik munosabat orasidagi muvozanat asosida o'z ifodasini topadi. Kundalik turmushda normaldan ko'p hasilatga erishish istikida xizmatga boshchilab kirib ketib, oxir ziyoda charchash tufayli normal xizmatingizni davomlashtirishga amalsiz qolgan chog'laringiz bormi? Amaliyotda normal demilib, ikkinchi kundagi xizmatlarga yip-yangi ruhiy qiyofatga kirishsak, xizmat vazifasini texmi yaxshi o'rindab, yo'liqqan qiyinchiliklarni texmi yaxshi hal qila olamiz. Boshqalarni o'z irodangiz bo'yicha ish qilishga majburlasangiz, munosabatingizning yiriklashib qolganligini bayqaysiz. Aksicha, belgilik vaqt va zehningizni sarf qilib, kishilik munosabat haqida izlansangiz, o'zaro ishonch va hamkorlikni qo'lga keltirishingizda aloqangizning ravonlashishida gap yo'q. Hasilat iqtidor muvozanat prinsipi o'lim hukumining javhiri. Her iqlimga mos keladigan tabiiy qonuniyat. Hayot yo'lini yuritadigan mayakdir. Mayli siz amal qiling, qilmang, o baribir mavjuddir. Bu prinsip o'limning aniqlamasi va endizisi bo'lib, kitobimizda tunishtirilgan 7 odatning asosidir. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib birinchi bölüm tugudi. Bunun ikinci babı tugudi. İkinci bölüm yakki dairesideki muvaffaqiyat tayinishdan mustaqillikqa degan bunu bölümni 70. tadbiriyay sin dersimizde birlikte ögünümüz. Qadrli qarindoshlar, yine şunu deb qo'yay, İstanbul'daki qarindoshlar atiki Tuyab fuarga kitap ko'rgazmasiga berishinglarni o'tinaman. Qadrli qarindoshlar, berib kitaplarni, Türkiye'nin nashriyatchilik ishlarini ko'rib beqishinglarni, yangi fikrlarga ega bo'lishinglarni umid qilaman. Nerede yaşagan ekanmiz, ya'niki ahvolni yaxshi bilib, u yerdagi yaxshi muhitdan obdan foydalanishni bilmasak, vaqtimiz bekorga o'tib ketadi. Anda bo'lsa Allohning o'ziga omonat, unumdor kishilarning 7 odati 69. tadbiriyay sin dersimizde 7 odat haqida umum bayonni mishad tugatdik. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.